Speakingda zerikarli gapiryapsizmi? Insho yozganda ingliz tilida ma'nosiga tushunib bo'lmayaptimi? Unda sizda punktuatsiya va intonatsiya bo'yicha muammolar bor. Assalomu alaykum, ismim Munisa, 4 yillik tajribaga ega ingliz tili ustozman. Bugungi videoda siz bilan intonatsiya va punktuatsiyaning farqi va uning ahamiyati haqida gaplashamiz. Intonatsiya bilan punktuatsiya sizda gapingizni va nutqingizni ma'nosini anglatadi. Masalan, bizda nuqtali gap, ya'ni darak gaplarni misol qilib olsak, Today I learned how to use period in a sentence. Bugun men gapda nuqtani ishlatishni o'rgandim. Bu gap nuqtali gap bo'lganda bizda intonatsiyamiz pastga qarab ketish kerak. Ya'ni ovozni yuqori boshlab gapimiz tugallanganini bildirishimiz uchun ovoz tonimizni pasaytiramiz. Today I learned how to use a period in a sentence. Ammo agar shuni teskarisini qiladigan bo'lsak, ovoz tonimizni gapni oxiriga kelganda ko'tarsak, bu savol o'z-o'zidan question sentence ga aylanib ketadi, ya'ni so'roq gapga aylanib qoladi. Today I learned how to use a period in a sentence. Ko'rdingizmi? Bitta dona intonatsiya butun boshli gapni ma'nosini o'zgartirib yuboradi. Bu uslubni grammatikada yana ham chuqurroq qo'llash uchun quyidagi misolni keltiraman. Can you help me carry in this box? So, bu gapda menga yordam bera olasanmi? Bu qutini ko'tarishga degan gap tuzilgan va albatta so'roq gap bo'lganligi uchun yordamchi ken so'zi oldinga chiqqan. Lekin siz agar bu so'roq gap formulasini bilmasangiz, unda gapni oddiygina qilib tuzib, lekin intonatsiya, ya'ni sizni ovoz toningiz orqali uni savolga aylantirsangiz bo'ladi. Masalan, you help me carry this box? Menga buni ko'tarishga yordam bera olasanmi? Ovoz tonini o'zgartiramiz va qiyin grammatik formulalarsiz ham so'roq gaplarni tuza olsak bo'ladi. Quyidagi gapga e'tibor qilamiz. I want to eat mom. Agar bu gapni so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, men onamni yemoqchiman bo'lib tarjima bo'ladi. Nimaga? Chunki bu gapda punctuation, ya'ni tinish belgisi ishlatilmagan. Bitta virgulni qo'yamiz. I want to eat mom. Gapimiz o'zgardi. Endi bu gapimiz oyi, men yemoqchiman bo'lib tarjima bo'ldi. Shunday qilib biz bitta virgul orqali onamizni qutqarib qoldik. Xo'p, endi intonationning asosiy qismiga keldik. Ya'ni intonatsiyani urg'uni, ya'ni intonatsiya bu urg'uni har bitta so'zga qo'yganda uni ma'nosi o'zgarishi. Masalan, bizda bu gap misol tariqasida keltirilgan. I never said that you're lazy. Men hech qachon seni dangasa demaganman. Demak, har doim eslab qolamiz, intonatsiya faqat mustaqil so'z turkumlari ustiga tushadi. Demak, bu gapimizda intonatsiyani I ga qo'yib ko'ramiz. I never said that you're lazy. Man hech qachon seni dangasa demaganman. Demak, bu yerda man etmaganman, kimdir etgan bo'lishi mumkin. Endi intonatsiyani said, ya'ni fe'lga berib ko'ramiz. I never said that you're lazy. Men hech qachon seni dangasa demaganman. Ammo yozgan bo'lishim mumkin. Endi intonatsiyani you object pronoun ga qo'yib ko'ramiz. I never said that you are lazy. Men hech qachon seni dangasa demaganman. Lekin kimnidir etgan bo'lishim mumkin. Endi lazy adjective sifatli ustiga intonatsiyani qo'yib ko'ramiz. I never said that you're lazy. Men hech qachon seni dangasa demaganman. Lekin boshqa narsa degan bo'lishim mumkin. Ko'rdingizmi? Bitta dona intonatsiya butun boshli gapni ma'nosini o'zgartirib yuboradi va gapingizni yana ham qiziqarliroq qiladi. Agar ingliz tilini qisqa muddatda qiziqarli o'rganmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.